Assalomu alaykum muhtaram obunachilar, bizani uzoq yaqindan ko'rib, kuzatib o'tirgan, musofirda yurgan vatandoshlarimiz. Sizlar uchun bugun ajoyib bir hovli-joy sotib chiqdi. Zo'r местоположениеda joylashgan, to'chkasi ham zo'r, bahasi ham normalniy bahada azizlar. Bilasiz, hozir dollar tushib o'tir. Eng yaxshi variant, eng yaxshi tanlov shu dollarlarni bekor qo'ymang, joy olib qo'ygan yaxshi azizlar. Baribir ko'chmas mulk hech qachon zarar qilmaydi. Shuning uchun sizlarga bir navbatdagi ajoyib hovli-joyni ko'rsatib, donishtirib o'taman. 200 kvadrat metr ishi ko'rib turganlaringiz, yana 2 qavatli, tayyor pod ключ remontdan chiqqan, materiallarni ham zo'rindan qilib ishlaganlar. Mulk egasi sotish niyatida emas, o'zlari solgan, o'zlari diklagan, o'zlari remont qilgan. Arzon narsalarni ishlatmaganlar azizlar. Yashayman deb qilganlar. Lekin ayrim ba'zi bir sabablarga ko'ra sotish rejasi bo'lib qoldi azizlar. 200 kvadrat Rona hujjatida, kadastr papkasida 200 kvadrat ishini ko'rib turganlaringiz, yana travertindan qilingan tayyor hovli-joy 2 qavatli pod ключ sotib chiqdi. Manzillari Urganch Bo'ron zapravkasi bo'ladi. Azizlar, bilasizlar, Urganch Bo'ron zapravkasi ham Urganch shahriga kiradi. Gazi, sveti, suvdan muammo yo'q. Internet ham bor. Transport 13 kelib turibdi. 28 ham o'tadi azizlar. Xullas, maktab, bog'cha, transport, avtobuslar ham muammosi yo'q, keladi. Ko'chasini ham bir ko'rsatib o'taman. Yana. Ko'chasi ham kengina, bemalol 2 mashin orqaga girib chiqadi aziz yurtdoshlar. Tashqari qismini ko'rsatib olsam, zeleniy zonasi bor. Eldinda, yana gullarni ekib, chiroyli qilib qarashga aytib qo'ysangiz, zeleniy zonasi bor eldinda. Elda quyilgan stashka bo'lib, yana mashinalik durish uchun qulay bo'lib, emonda yana sentralniy kanalizatsiyasi ishonatib quyilib turibdi. Mashinani ikkab qo'yasiz. Xalasangiz-da, ish o'rnida eshikning ustini bir navis qilib berib, shipr qilib berib, kozirovka etib bersangiz, mashin shuni tenda turaveradi. Yomg'irda, qorda. Endi oluvchini o'zini rejasina bog'liq azizlar. Zinasi, yana kafil qilingan zinasi ham, eshiklar ham qimmat eshiklardan, mustahkam qalin demir eshikdan azizlar. Oq foynalarning profillarına e'tibor beringlar, profillari ishga qo'shadigan profillardan. Bu profillar qimmat yuradi azizlar. Bilgan biladi buni. Oqdan qimmat yuradi bu oq foni. Oynani profillari. Bunda yana svet sho'tchiklari kelib turibdi. Aziz obunachilar, bunda yana gaz sho'tchigina tayyor holatda. Esa bismillah deb sizlar bilan ichki qismini ko'rib, obzor qilib danishib chiqamiz. Eshiklarning qalinligini qaranglar azizlar. Yana o'q o'tmaydan tankadin eshiklar desam adashmon bo'laman. Haqiqatdan sifatli, qimmat eshikdan bu. Bismillah. Girganimiz dalon bo'ladi. Azizlar, girganimiz ishining dalon bo'ladi. Yurtdoshlar, oyoq teyil laminat pol 100%. Unda chap tarafda yana hammasini avtomat korobkalar kulchatil qilgan, har bir xonanikini montaj qilib, oddelniy qilingan azizlar. Xavfsizlik uchun ham yaxshi. Simlar ham sifatli simlardan. Yine oboy qilingan, hozirgi zamonaviy modada remontlardan yana ramkaning ichida oboy tayyorgina uyg'unlar qilingan rozetga to'qlar bor. O'ng tarafda rakovina ham yana tumuchkaldan qilib qo'ydilar. Tumuchkali qimmatroq bo'ladi. Yana simisitel akfa radiator batareya, undan tashqari birinchi qavat 100% ko'pli pol qilingan. Keyin ustuna plus akfa radiator batareyalar isitish tizimi qo'yilgan. Ham to'pli pol, ham batareyada qizadi aziz yurtdoshlar. Bu yaxshi gap. Patologlar ishlangan, zo'r etibina figura berilib, lustralar ham qo'yilgan aziz yurtdoshlar. Dalon ham yana dor emas, kengina ko'rib tursa. Yana dalon kichkina emas. Boshqa bir joylarda chapda birinchi xona bo'ladi azizlar, eshiklar. Qimmat eshiklardan laminat birinchi xona. Yana aytganimizning laminat pol, akfa radiator batareyalar, oynalar shu elde tarafiga qaragan patolog. Shuni deb ishlangan azizlar. Oboydan chiqibdi, oboylar sifatlasidan qimmatidan qo'yganlar aziz yurtdoshlar. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, narxini video davomida yozib qoldiramiz. Hurmatli obunachilar, xullas joyi gap yo'q, to'g'ri kelib yashaydilar. Birinchi xonasini ko'rsatib o'tdik, bu spalnik komnata bu. Aziz yurtdoshlar,
Yengine harasan. Ön tərəfdə yine zina ikinci etaja çık ketədən. Zina teyinəm işində bir akurat yatıb. Yasa bərgəlləyin. Meydə çüydə koymaq. Bana bir yaxşı нәрsə. Keyin doğruga yürüyümüz. Onda bir xana, hem bir yine deski komnata, spalni komnata et koysanız aram boladı. Şu adam kulay, bana şu aboydan çıkan, aboylar ham qimmat sifatli aboydan. Azizlar patolog figura bilan ishlangan. Eshiklar laminat eshiklar. Mana. Ya ko'rsatgan birinchi xonamizni zal etsangizlar ham bo'ladi. Xohlasangiz spalni ham to'g'ri keladi. Ziyib tashlab, endi kengroq xona. Bellarning ramkan ichida aboylar ham qimmatini azizlar mulkiga sotdingda o'zlari yashayman deb o'zlari salgan ekan. Buni yer ondan olib o'zlari diklagan. Pishgan xom kalushdan aralash salingan yurtdoshlar birinchi qavatini pishgan kalushdan diklaganman dedi, ikkinchi qavatini xom kalushdan diklaganman dedi. Xullas ajoyib sifatli qilib diklangan. Aziz yurtdoshlar, o'zim yashayman deb salgan joyi. İkinci xonani ko'rsatib o'tdik. O'ng tarafda sanuzel ham eshiklar, akfa eshiklardan alyumin 100% kafeldan chiqqan. To'pli pol, rakovina, unitaz, vanna bor. Ya'ni yashamagan aziz yurtdoshlar, yashalmagan. Chap tarafda kuxnya, oshxona joylashgan, fartuqlar qilingan. Stenli kotel bor. Yine yazıpta to'pli polni kollektorlari hamma narsa jandarmi gaz to'chgan kelib turibdi. Endi avtomat oddiy avtomat korobkalarni bu yerdan bir qo'ying Alloh. Eshik, oynali eshikdan. Laminat. Azizlar, oboydan chiqqan kuxnya. Oynasi boq tarafga qaragan, boq tarafini ham ajoyib qilib o'tib qo'ydi ekan, hozir ko'ramiz. Rozetkalar, kanalizatsiya gap turibdi. Endi boq tarafni ko'rsataman sizlarga. Boq tarafning eshiklari ham demir eshiklar, azizlar, akfa eshik emas, demir eshikdan qo'yilgan, mustahkam, sifatli qilib. Boq tarafini qaranglar endi. Nodida bu boq taraf meni. Kengina, kichkina bog' emas, zeleniy zonasi bor, chiqqan yeringizda yana. Bu yerda yana beton qilib quyilgan zinadan tushgandan keyin. İkkan taraf ham yo'lak qilinib yana. Ishora bir tushgan ekanda. Shuni bir savol bersa, ajoyib bo'ladi. Yozgi hojatxona bor. Tayyor holatda. Teni barbekyu atib qo'ysangiz, yo bo'lmasa bir spa qo'yib bersangiz, xullas novis qilinib, yana plastikdan chiqqan. Ajoyib bo'lib turadi aziz yurtdoshlar. Ayniqsa barbekyu adım qulay qilib o'tilgan. Yine uyimizin arka tarafından görünüş kısmı. Yine arka tarafından. Şimdi ziliniz ona bağıram ege. Aziz abonaçılar. Yine böyle kuyulup tayar durdu. Yap buluş mümkün emez. Caya rasxot yok. Tayar halette cay. Şimdi sizlerle ikinci kavetini görüp çıkamız. Eldinden birden Allah'ı sorayım. Aziz yurttaşlar. Sizler için de bu acayip zor joyni ko'rsatib qo'ydim. Shuning uchun birdan like bosib biz yana qo'llab-quvvatlab turamiz. Esa ikkinchi etaja ko'tarilamiz. Ikkinchi qavat ham ko'tarildik. Ikkinchi qavatga ko'tarilgandan keyin shunday tayyor oboydan chiqqan aziz obunachilar, yine patologlar ishlangan, lyustralar ham chiroylisidan, sifatlisidan, qimmatidan qo'yilgan, oyoq tellari laminat pol. Bir yerda to'pli pol aytilmagan, faqat registrlar bilan qizadi azizlar. Shu chiqqan yerimiz ham ishorda yana kengina koridori turibdi. Bu yer ham keng, kichkina koridor bo'lib qolgan. O'ng tarafda bunda yana katta zal. Yine azizlar, oboydan chiqqan. Bor. Sifatli oboylardan. Bunda yine patolog ham ishlangan lyustran. Nima deydi bu yana? Xolasangiz ikkiga bo'lib bersangiz ikki xona bo'lib qoladi bu. Ikki xona etib bersangiz bo'ladi. Xolasangiz yana hol, zal katta. Bemalol to'y tomosha tadbirlarni, yaxshi kunlarni sovsangiz bo'ladi. Bir emas ikki to'shgan radiator batareyalar. Mana.
Podokonyiklar ham qo'yilgan. Aytganimni aynalar deshana qaragan. Ajoyib holatda. Oboy ham chiroyli oboydan chiqqan, aziza. Eshiklar laminat eshiklari. Evda ham bir yana детский комната. Ajoyib spalni детский комната sen. 100% laminat pol oboydan chiqib turibdi. Patologlar ichine figura bilan ishlangan. Объяснять. Eshik laminat eshikda, oyna ben tarafga qaragan aziza. Da sanuzel. Dushovoy, unitaz 100% kafeldan chiqib turibdi. Mana. Dushovoy sivisitel tayyor holatda aziza. Akfa eshiklari qilingan. Bu yerda ham bir xona, spalni xona desa bo'ladi buni. Harga detsiya mo'ljallangan. Yani kichik bu spalni ba'milar oboydan chiqqan. Patologda 5 qilib ishlangan, aynalar ishana qilgan, akfa radiator batareyalar bor. Ug'ullar qo'yilgan. Eshiklar laminat eshikda. Yine aziza. Yuqorida 3 xona, pastda 2 xona. Umumiy 5 xona, dalondan tashqari. Chiqqan yerimiz ham shunday oboy. 100% oboy. Hovli joyimizda ham 100% oboy aziza. Tayyor podключ holatda bemalol kiyimlaringiz bilan pastel bilan kelib yashayversiz. Rasxod yo'q. Bog'ini ham ko'rdingizlar, bog' ham ajoyib bog'. Endi narxina keladigan bo'lsak, narxi aziz yurtdoshlar $82,000. Bilasiz, hozir dollar tushib turibdi. Ya videoni boshida aytib o'tganimdek, dollar tushib turib, dollarni bankda saqlab o'tirmang. Shuni mulk olib, mulkka ursangiz-a, ertang bir kun baribir ko'chmas mulkning bahasi ko'tariladi, lekin arzonlanmaydi hech qachon. Ko'chmas mulk olib qo'ysangiz, qiymati yo'qolmaydi aziz yurtdoshlar. Bu mening fikrim, mening maslahatim. Endi har kim o'zi biladi xudo. Endi yaxshi variant, yaxshi tanlov shuda bo'layman. Shuning uchun $82,000 aytilib turibdi, ustida qaytami, kelishimi bor azizlar. Faqat naqd pul chiqadi, ikkilamchi kredit, bank orqali, yo bo'lmasa obmen, barter degan narsalar yo'q, faqat naqd pul sotiladi azizlar. Bemalol telefon qilaverasiz, xudo xolasa mulk egasini o'zi bilan uchrashtiramiz, o'zi bilan savdolashib, kelishib olaverasiz. Narx ham ajoyib narxda. Normal narxda azizlar, ne qimmat narx emas. Joyni ko'rdingizlar, joyga gap yo'q. Niyat etganlar bo'lsa bir dona like bossing. Bu videorolikimizni joy alamanda bo'lgan yurtdoshlarimizga, yaqinlaringizga yuvarib tarqatib qo'yinglar. Manfaati deysin azizlar. Men sizlarga yana bir marta eslatib o'taman. Urganch Bo'ron zapravkasi. Bo'ron zapravka orqa tarafida 200 kvadrat metr 2 qavatli hovli joyini ko'rsatib tanishtirib o'tdik. Agar siz ham uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, yo bo'lmasa reklama qildirmoqchi bo'lsangiz, ekranlarda telefon nomerlarimiz yozilgan, bemalol telefon olinglar. Bizda 4 kanallar reklama qo'yib beramiz yurtdoshlar. YouTube, Instagram, Telegram. Keyin yana bir YouTube'da bir kanal bor. Reklama qo'yib chiqarib beramiz. Sotishingizda amaliy yordam ko'rsatamiz. Sotib beramiz, reklama aytib beramiz. Joy olaman desangizlar, bizga telefon atinglar, bizda siz izlagan arzon, hamyonbop, yaxshi to'chkada, mestada joylashgan sizni ko'nglingizdagi joylarni ko'rsatib, xarid qilishingizda yaqindan ko'maklashamiz. Esa bir like'larni bosib, bizlarni ko'rib kuzatib boring. Sizlar bilan keyingi videolarda görüşguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.